Yana bitta harakatimiz qo'l harakatlari. Qo'l, barmoq, yelka, dirsak, hamma harakatlar. Hozir biz barmoq, mana shu bilakdan ishlaymiz. Ko'pchilik qiladigan xatosi, yondan ko'rsataman, qo'lni shunaqa aylantiradi. Raqs tushgan vaqt. Qo'lni bunaqa aylantirmaymiz, keyin qo'lni bunaqa qisib olmaymiz. Bunaqa qilib, tepada bunaqa qilib qismaymiz, yonda bunaqa qilib qismaymiz, bunaqa ushlamaymiz. Ochamiz barmoq, ikkita qo'l. Pastga qarataman, ko'rinarliroq bo'lish uchun pastga qarataman, qo'l. To'g'ridan turib olamiz. Tekis ikki oldiga barmoqlarni pastga tushiramiz. Pastdan qayiramiz. Sekin tortamiz. Barmoq o'zida valna qilib qo'yaveramiz. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Yondan ko'rinishi 1 2 3 4. Chap 1 2 3 4. Keyingisi mana shu bilak, mana shu joydan. Qo'lni bunaqa qilib qisib, bunaqa qilib tortib aylantirmaymiz. Bu juda xato narsa. Raqsda qo'l, oyoq uchida qo'lni chiroyliroq ochib, kengroq yozib o'ynash asosiy harakat hisoblanadi. Endi bilak o'zini aylantiramiz. Oddiy aylantiramiz. Ikkita harakat qo'shamiz, bilak aylantiramiz. Pastdan tepaga valna, bilak aylantiramiz. 1 2 3 4. Ikkita qo'l bilan 1 ichkaridan tashqariga 2 3 4.